Bismillahirrohmanirrohim. Qarz oldi berdisi Odam alayhisalomdan bu yog'ida bor va bundan keyin ham bo'ladi. Qarzni odamlar zarurat uchun oladi, hoy-havas uchun, orzu-havas uchun, isrof uchun oladi. Modomiki qarz insonlarning hayotining bir qismi ekan, shariati islomiya uni ana shu qarz ishini tartibga keltirishini xohlaydi. Biz bu darslarimiz orqali yoshlarni maqsad qilganmiz. Qarzni yomon narsa ekanligini hamma biladi-yu domla. Nima keragi bor buncha gapirishdi deb kimdir aytmoqchi bo'lsa, aytamizki, biz bu gaplarimizni yoshlarga qaratdik. Chunki yoshlarda orzu-havas, hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat boshqalardan qattiqroq bo'ladi. Qo'shimcha ravishda, tinimsiz ravishda atrofimizda mana shu dunyo matohi reklama qilinyapti. Ko'zimizga o'tdek ko'rsatilyapti. Shunga qiziqib turib, qo'lida puli bo'lmagan odamlar, yoshlar ayniqsa qarzga kirib ketyapti. Odamlarning ba'zilari qarzni zarurat uchun olayotgan bo'lishi mumkin. Ammo yoshlarning ichida xususan qarz bo'lib ketayotganlarni qarasangiz, unaqa zarurat uchun qarz olayotgani yo'q. Yangi telefonga, mashinaga, sayohatga, ijtimoiy rambaranglik uchun. Shuning uchun o'tgan darsimizning oxirida aytdik, ana shu qarzni olib, botib, to'la olmasdan uyini sotib, ko'chada qolib, adab cho'pini yegandan keyin aytadiki, menga o'sha qarz kerakmidi o'zi. O'sha narsani qarzga olishim zarurmidi deydi, lekin kech bo'ladi. Shuning uchun qarz olmoqchi bo'lib turgan ukam, akam, yaxshilab o'zingga shu bir savolni ber. Men qarzga olmoqchi bo'layotgan o'sha narsa menga hozir juda ham zarurmi? Muammolarga kirib qolmay turib, ko'chada qolmay turib, el yurt orasida bo'yni egilib qolmay turib, shu savolni ber. Menga kerakmi hozir? Juda ham zarurmi? Shuni olmasam o'lib qolmaymanmi? Shuni olmasam ko'chada qolib qolmaymanmi? Arzimagan 3 kunlik hayotni deb turib, zebi ziynatini deb turib, o'zini inson musibatga qo'ymasligi kerak. Yoshlarni ana shu qarzga bir narsalarni olishlikka targ'ib qilayotgan narsa reklama. Tinimsiz ravishda o'sha dunyoning matohi, hashamati reklama qilinadi. Haligi narsa muhabbati qalbiga tushadi, ishqi tushadi, hirsi qo'ziydi, olay deydi, puli yo'q. Yana oson varianti turibdi. Kredit olding, qarz olding. Hozir mana shu kredit olish, qarz olish oson bo'lganligi uchun qarz olayotganlar ham ko'p, qarz orqasidan musibatga kirib ketganlar ham ko'p. Odam alayhisalom qissasiga qaytaylik. Odam alayhisalomning jannatdan chiqib ketishligiga bir ish sabab bo'ldi. Ana shu ish, ana shu sabab hozir ham bor. Bor bo'lganda ham bu sabab bizni o'rab olgan har tomonimizni. Reklama. Odam alayhisalomni jannatdan chiqargan narsani reklama desak, adashmaymizmi? Iblis kelib, Alloh taolo man qilgan ana shu daraxtning mevasini yeyishlikda reklamasini qildimi? Alloh azza va jalla Odam alayhisalom va Havvo uchun jannatda hamma narsani muhayyo qildi, hamma narsani halol qildi. Faqat bitta mana bu daraxtga kelma, buni yema, zarar ko'rganlardan bo'lib qolasan dedi. Bitta imtihon, qaranglar, otamiz Odam alayhisalomga bitta imtihon bor. Mana shu daraxtga kelmasang bo'ldi. Hamma yo'q seniki. Och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, xullas jannat. Iblis kelib nima dedi? Astagfirullah. Va qulna ya Adamu uskun anta va zawjukal jannata va kula minha ragadan haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi shajarata fatakuna minaz zolimin. Alloh taolo aytadi. Biz aytdik, ey odam, sen jufting bilan jannatni maskan tutgin va undan xohlagan joylaringda bemalol taomlangin. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmaginki, u holda zolimlardan bo'lib qolasan. Bitta imtihon. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Fa waswasa lahum ash-shaytonu liyubdiya lahum ma wuriyasa anhuma min sawatihima. So'ng shayton ularni berkitilgan avratlarini ochib yuborish uchun vasvasaga soldi va qala ma nahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayni aw takuna minal khalidin. Shayton aytdi: Parvardigoringlar sizlar farishtalarga aylanib qolmasliginglar uchun yoki jannatda abadiy yashab qolmasliginglar uchungina mana shu daraxtdan sizlarni man qildi. Endi qarang, savolni bering. Farishta bo'lib qolishinglarni xohlamadi. Ya'ni shu daraxtning mevasini yesanglar, farishta bo'lib qolasizlar va abadiy bo'lasizlar. Keyingi oyatda bitmas tuganmas mulkni va'da qildi. 3 ta narsa: farishta bo'lib qolish, abadiy qolish, boylik, bitmas tuganmas boylik. Endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Odam alayhisalomga jannatda shu 3 ta narsa kerakmidi? Farishta bo'lib qolsa, erkak ayoli yo'q, yeyish ichish yo'q. Jannatda edi, shunday ham abadiy edi. U yerda pulni nima qilar edi? Ko'rdingizmi shaytonning vasvasasini?
Odam alayhissalomga umuman kerak bo'lmagan narsalarni aytib qiziqtirdi. Bizning tilda reklama qildi. Nima deb reklama qildi? Farishta bo'lib qolasizlar, abadiy qolasizlar, boylik. Jannatda bu uchalasi ham kerak emas edi. Va qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Va albatta men sizlarga xolis nasihatgo'yman deb qasam ichdi. Ey odam, men senga abadiyat daraxtini va yo'q bo'lmas mulk va davlatni ko'rsataymi dedi. Odam alayhissalomga jannatda bu narsalarning bittasini ham keragi yo'q edi. Farishtaga aylanish, abadiy hayot, bitmas tuganmas boylik. Ana shu kerak bo'lmagan narsalarni aytib qiziqtirdi. Yotlab tashlaysizlar bir xilgi narsalarning reklamasini. Qaytib agressivniy reklama deb qo'yadi bu marketingda tilida. Aytaveradi, oxiri quyilib qoladi. Zaruratsiz qarz olayotganlar, orzu havas uchun qarz olayotganlar, ularda ham shayton boshqarib qo'ymayaptimi? Ular ham o'ziga savol bersa bo'lar edi. Men qarzga olmoqchi bo'lgan o'sha narsa menga zarurmi? Meni shu ishni qilishlikka kim targ'ib qilyapti? Iymon, e'tiqodim, aqlimmi yoki nafsim bilan shaytonmi? Shuning uchun qarzni osonlik bilan yelkasiga ilib olayotganlar o'zini iymoni, aqli bilan maslahat qilyaptimi yoki shaytonning xoy-havaslari makri bilanmi? Kerakmi degan savolni ukalar olishdan avval beringlar. Va katta qarzga kirib ketgan odamlarning hayotini ko'rib turib bir xulosa qilinglar. Modomiki qarz insonlarning hayotida bo'lar ekan, shariat uni tartibga keltirishini xohlaydi. Qarz ishlari. Qarz yozib qo'yilishligi kerak. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Ey mu'minlar, agar belgilangan muddatga qarz olsanglar, uni yozib qo'yinglar. Bu Alloh taoloning buyrug'i. Buni qilishligimiz shart, vojib, lozim va lobud. Oldi berdi bo'ldimi? Qog'ozga tushirib qo'yishlik kerak. Toki merosxo'rlari agar bu odam o'lib ketsa, bilsin otasini qarzini ham, haqqini ham. Chunki vafot etgandan keyin meros taqsim qilishdan avval qarz masalasi hal qilinadi. Mayyitni qarzlari bo'lsa, avval o'zini qoldirgan molidan berib, bularning hisob-kitobini bitirib qo'yib turib, keyin vasiyatga o'tiladi. Vasiyatdan avval qarz ishlari hal qilinishligi kerak. Min ba'di vasiyatin yusi biha aw dayn. Bu taqsimotlar qilingan vasiyat va qarzlar ado qilingandan keyin bo'ladi. Xo'p, mana endi kimdir qarz olishiga kerak bo'ldi. Haqiqatan zarurat bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Birinchidan, qarz olishlik istisnoi holat bo'lish kerak, odatga aylanib qolmasligi kerak. Ikkinchidan, qarzni olgandan keyin yozib qo'yishlik kerak. Uchinchidan, qarzdor qarzni to'lashda saxiy bo'lish kerak va cho'zmaslik kerak. Tezroq to'lashlik harakatini qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mutlul g'aniy zulmun." Boy odamning, qodir odamning qarzini to'lamasdan cho'zishligi zulm deganlar. Shuning uchun o'tgan safargi darsimizda aytdik. Qarz ishni orqaga tortadi dedik. Qo'lingizda palonchidan qarzingiz bor, berib qo'yadigan pul bor. O'sha qo'lingizdagi pulni bir 4dan 1, 5dan 1 qismini bersangiz qarzdan qutulasiz. Lekin bermaysizda, so'ramayapti deb. Ushlab oborotga kirgizaman deysiz, o'sha qarz bo'yiga biz aytayotgan pulingizni 5dan 1, oborotingizni naborot qiladi. O'sha 100 so'mda oborot qilmasdan 20 so'm qarzingiz berib qo'ying, 80 da oborot qiling, ishingiz o'sganini ko'rasiz. Xoyrun nasi ahsanuhum qadoan. Rasululloh aytadilar, odamlarning yaxshisi qarzini yaxshi to'lovchisidir. Buxoriy va Muslimda. Xo'p, qarz olishiga to'g'ri keldi. Niyatni to'g'ri qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana quyidagi biz o'qiydigan hadislarida qarz olayotgan odamning niyati qanchalar muhim ekanligini bilib olsak bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu." Kim odamlarning molini qaytarish niyatida olsa, ya'ni to'layman, qaytarib beraman degan niyatda qarz olsa, Alloh unga yordam beradi. "Va man akhadha yuridu itlafaha atlafahulloh." Endi kim odamlardan molni olsa qarzga qaytarib bermayman degan niyatda, talofatga uchratish niyatida olsa, Alloh uni molini, uni pulini talofatga uchratadi. Demak, qarzni olayotgan paytda chin dildan niyat qilmagan bo'lsa, qaytaraman deb, Alloh bunaqa odamga yordam bermaydi. Qarzni to'lamaslik niyatida olgan odam o'g'ri hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ayyuma rajulin yadinu daynan wa huwa mujmi'un ala an la yufiyahu iyyahu laqiyallohu sariqo." Qaysi bir kishi qarz olsa-yu,
u qarzni uzmasligini qasd qilsa, Allohga u odam o'g'ri holida yo'liqadi. Shuning uchun qarzga kirishga majbur bo'lib qolgan bo'lsak, zarurat uchun olaylik, keragicha olaylik, oshiqcha olmaylik va albatta to'layman degan niyatda olaylik. Qarz olayotgan odam shu qarz olayotgan paytdayoq birinchi imkoniyat bo'lib qolgan paytda qaytarib beraman degan niyatni qilsin va qo'lidan kelgancha sabablarni qilsin. Alloh taolo unga yordam berishligini shartlardan bittasi shu. Qarangda, niyatga. To'layman desangiz Alloh yordam berar ekan. 3 ta odamga Alloh taolo yordam beradi. 3 ta qarzdorga Alloh taolo yordam beradi. Abu Said al-Hudri roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Salasatun haqqun alallohi azza va jalla aunuhum. 3 kishiga Allohning yordami haqdir. Qarzdor bo'lgan 3 ta odamga Alloh albatta yordam beradi. Al-mukatabul ladzi yuridul adaa. Qul o'zini xo'jayini bilan kelishuv qilgan. O'zini ozod qilishlikka, manoncha pul olib kelib berasan, ozodsan de. Mana shu mukotab deyiladi. O'sha pulni topib ozod bo'laman degan niyatda qarz bo'lgan bo'lsa, mana shu qulga Alloh taolo albatta yordam beradi. Albatta ozod bo'ladi inshaalloh. Ikkinchisi, vannakihul ladzi yuridul afafa. Uylanayotgan bir odamki, yigitki zinoga kirib ketmay, iffatimiz saqlay, pokiza turay, uning uchun uylanishim kerak deb turib, puli yo'q, qarz olyapti uylanishlikka. Mana shu niyatda Alloh taolo bunga ham yordam beradi, qarzdan qutuladi. Val g'ozi fi sabilillah va Allohning yo'lidagi g'ozi, jangchiga. Mana shu 3 ta odamga Alloh taolo albatta yordam beradi. O'zi umuman qarz so'rash kimga mumkin degan savol bo'lsa, payg'ambarimizning ushbu hadisi shunga javob beradi. Kim qarz so'rashlikka haqqi bor? Kimga halol? Qarz so'rash faqat 3 kishiga haloldir. Mana endi ko'raylik. Payg'ambarimiz mana shu 3 ta odam qarz so'raversin deyaptilar, ruxsat beryaptilar. Rajulin tahammala himalatan fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Bir kishi qarz so'rashi mumkin. Kim u? Bir kishiki garovni zimmasiga olgan, ya'ni birovni o'rtada bo'layotgan muammoli masalan bo'ldi, men to'layman deb turib hal qilib qo'ydi. Boshqalarning muammosi hal bo'lishi uchun, o'rtadagi janjalni to'xtatish uchun men to'layman deb bo'yniga oldi. Mana shu odamga qarz so'rash halol bo'ladi. To shu narsani ado qilgunicha, keyin to'xtaydi so'rashdi. Va rajulin asobatu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min ayshin. Ikkinchi odam kim? Bir kishining moli mulkini ofat yo'q qilgan. Ya'ni yuk cho'kib ketdi dengizga konteynerda, yo bir dehqonchiligini qor urib ketdi, shamol urib ketdi. Unga so'rash halol bo'ladi. Toki yashash uchun yetarli narsaga erishgunicha. O'sha yashash uchun bir yetarli narsaga ega bo'lib qolganda so'rash to'xtatish kerak. Uchinchisi, va rajulin asobat faqatun hatta yaquma thalathatun min zawil hija min qawmihi laqad asobat fulanan faqa. Yana bir kishiki kambag'allikka duchor bo'lgan, toki uning qavmidan 3 ta aqlli odam palonchiga kambag'allik yetib qopti deb qo'ysa, ya'ni 3 ta aqlli odam shu odam muhtoj bo'lib qopti desa, shunga halol bo'ladi so'rash. Toki yashash uchun yetarli narsaga yoki hayotini tiklashga erishgunicha. Birinchi toifa, bu bir kishi odamlar o'rtasidagi nizoni, janjalni bartaraf qilish uchun garov yoki tovonni to'lashni bo'yniga olgan. Ana shu odam odamlardan so'rashlik mumkin bo'ladi. So'raydi, to'lovni qoplaganidan keyin to'xtatadi. Ikkinchi odam, bunaqa odam shunaqa bir ofatga uchraydiki, hamma yo'qidan mahrum bo'ladi. U ham so'rashi mumkin, to o'sha ehtiyojini qondiradigan narsaga erishgunicha. Uchinchisi, bir kishiki qattiq qashshoqlikka tushib qoladi. Ana shu odamga qavmidan bo'lgan aqlli 3 ta odam aytadiki, qiynalib qopti, muhtoj bo'lib qopti deb guvohlikka o'tadi. Shunda unga so'rashi mumkin bo'ladi. U ham o'ziga yetarli molni topgunicha. Bulardan boshqa holatlarda qabisa odamlardan so'rash harom hisoblanadi. Bu yo'l bilan mol topgan kishi harom mol yegan hisoblanadi. Alloh azza va jalla zaruratsiz qarz olishdan o'zi panoh bersin. Alloh taolo bergan rizqiga rozi bo'lib yashashlikka o'zi tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.